Eron bosh rahnamosi Moskvaga qochishga tayyorlanmoqda. Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida Tayvan uchun Tramp ssenariysi muhokama qilinmoqda. Mirziyoyev ham zalda shug'ullanadi. Qozog'iston prezidenti hamkasblarining jismoniy holatiga baho berdi. Energiya zavodi yonmoqda. Ukraina Rossiyaga dronlar yomg'iri uyushtirdi. Maduraning Omoldagi raqslari Trampning uni o'g'irlash qaroriga ta'sir qilgan NAT. Starlink bepul interneti. Elon Musk Venesuelada yangi o'yin boshladimi? Venesuelaning vaqtinchalik prezidenti bilan Maduradan ham battarroq narsa sodir bo'lishi mumkin. Tramp. Eron bosh rahnamosi Moskvaga qochishga tayyorlanmoqda. Ularning qochishga ehtiyoji tug'ilsa, Tehrondan chiqish yo'li rejalashtirilgan. Bu reja xorijdagi aktivlar, ko'chmas mulklar va naqd pullarni to'lashni ham o'z ichiga oladi. Bu ularning xavfsiz chiqib ketishini ta'minlashi kerak, dedi razvedka manbasi. Ta'kidlanishicha, Xamenei iyun oyida Isroil bilan bo'lgan 12 kunlik urushdan keyin ruhiy va jismoniy jihatdan ancha zaiflashgan. Bu baho G'arb razvedka idoralaridan biri tomonidan tuzilgan psixologik tahlilga asoslanadi. Unda Ayatulloh Ali Xamenei paranoyaga chalingan rahbar sifatida tasvirlangan. Aynan shu xususiyat xavfsizlik kuchlari undan yuz o'girgan taqdirda Eronni tark etish rejasiga ta'sir qilgan, deyiladi xabarda. Baholashda aytilishicha, bir tomondan u juda mafkuraviy motivatsiyaga ega, boshqa tomondan esa u ko'rayotgan vaziyatga nisbatan pragmatik yondashadi. Xususan, uzoq muddatli kattaroq maqsad yo'lida taktik murosa qilishni ma'qul ko'radi. U strategik, uzoqni ko'zlab fikrlaydigan shaxs, deyiladi Xameneiga berilgan bahoda. Isroil razvedkasi vakili Benni Sabti fikricha, Oyatulloh Moskvaga qochib ketishi mumkin, chunki uning boradigan boshqa joyi yo'q. The Times bu masalada Suriya sobiq prezidenti Bashar Asadning Rossiyaga oilasi bilan qochib boshpana topganini eslatib o'tdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov Asadning lavozimdan ketishini uning shaxsiy qarori deb atagan. Xameneining ko'plab eng yaqin yordamchilari, jumladan Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larjinaning xorijda, shu jumladan AQSh, Kanada va Dubayda qarindoshlari bor, deyiladi xabarda. Eronda yuqori inflyatsiyaga qarshi bir necha kundan beri norozilik namoyishlari davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp agar bu namoyishlar kuch ishlatish orqali bostirilsa, vaziyatga aralashishga tayyorligini aytgan. Bunga javoban Ali Larijani Eron ichki ishlariga aralashuv butun mintaqani beqarorlashtirishi va Amerika manfaatlariga putur yetkazish haqida ogohlantirgan. Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida Tayvan uchun Tramp ssenariysi muhokama qilinmoqda. AQShning Venesuelada Nikolas Maduraga qarshi o'tkazgan operatsiyasi Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida, xususan Weibo platformasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur mavzu qisqa vaqt ichida eng ommabop trendlar qatoriga kirib, 100 millionlab ko'rishlar qayd etildi. Bloomberg nashrining yozishicha, Weibo foydalanuvchilari AQShning Venesueladagi harakatlarini Xitoy uchun Tayvan masalasida ehtimoliy namuna